Davom etamiz. 20-avgust Tadbirkorlar kuni munosabati bilan soha fidoyilarining mehnati alohida e'tirof etildi. O'rta Chirchiq tumanida qariyb 8 yildan buyon faoliyat yuritayotgan Ziyodaxon Xudoyberdiyeva ham jamoat transporti sohasida samarali mehnati bilan o'z o'rnini topgan tadbirkorlardan. Uning ko'p yillik mehnati va soha rivojiga qo'shayotgan hissasi prezidentimiz tomonidan shuhrat medali bilan e'tirof etildi. Hozir shu haqda. Ziyodaxon Xudoyberdiyeva viloyatda jamoat transportini rivojlantirishga munosib hissa qo'shib kelayotgan fidoyi tadbirkorlardan biri. Qariyb 8 yildan buyon O'rta Chirchiq tumanida faoliyat yuritayotgan bugungi qahramonimiz ayol kishi bo'lishiga qaramay transport sohasi bo'yicha zarur bilim va tajribalarni egallagan. Transport sohasi ayol kishiniki emas degan tushuncha bor. Yo'q, 8 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, hozir texnikani ham tushunaman, qanday remont qilish kerak bo'lsa, haydovchilar bilan qanday gaplashish kerak, sistemani tushunaman. Shu prezident qarorlari chiqib 2023-yilda shu brutto kontrakti asosida avtobuslarda faoliyat ko'rsatish va u davlat tomonidan moliyaviy agar zararga kiriladigan bo'lsa, o'shani qoplab berish tizimi yaratildi. 2025-yili birinchi partiya avtobusimizni 12 ta Nurafshon shahriga olib keldik va birinchi yo'nalishga qo'yildi. 37 yoshli tadbirkor faoliyati davomida viloyatning qator hududlarida yangi jamoat transport yo'nalishlarini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Uning tashabbuslari natijasida aholiga qulay va sifatli transport xizmatlarini ko'rsatish imkoniyati kengaydi. Hozirda Chirchiq shahrida 3 ta yo'nalishda faoliyat yuritib kelyapti. Chirchiq shahrida 30 yildan beri avtobus yo'nalishda ishlatilmagan, bunaqa zamonaviy konditsionerlar ishlaydigan to'lov tizimi onlayn. Bundan xalq juda ham mamnun. Keyingi etapdagi yana 50 ta avtobusga shartnoma qildik. Xudo xolasa mana mustaqillik bayramiga birinchi 20 ta avtobusimiz keladi va yil oxirigacha yana 30 ta avtobus kelib, Toshkent viloyat yo'nalishlariga qo'yiladi. Tadbirkorning ko'p yillik mehnati va soha rivojiga qo'shayotgan hissasi munosib e'tirof etildi. Ziyodaxon Xudoyberdiyeva yurtboshimiz tomonidan shuhrat medali bilan taqdirlandi. Prezidentimiz o'zlari tasdiqlagan shuhrat medalini viloyat hokimi Zoir Toyurovich o'zlari taqdirladi. Men bundan juda ham mamnunman. Chunki bu sharaf, bunday odamlar bilan birgalikda ishlayapmiz, ular bizani eshityapti va biz ularni iloji boricha bergan ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Faqatgina men emas, butun jamoani yutug'i, chunki bu yerda juda ko'pchilikning mehnati yotibdi. Qahramonimiz kelgusida o'z oldiga avtopark tashkil etish hamda viloyatda to'liq jamoat transportini yo'lga qo'yishni maqsad qilgan.